O'yinlar, UC uchun kurash. Nimadir eslatmayaptimi? Hammaga assalomu alaykum yutvoqli. Sizlar bilan Greenboy. Bugungi videoda qanaqa video bo'ladi? Qiziqayotgandirsizlar. Unda videoni oxirigacha ko'ring. 120 ustidan boshlab 360 gacha lobbilar qilamiz. Birinchi shartda shuncha viktorlar orasida birinchi o'yinni topgan bola 120 UC yutib oladi. Bizda birinchi ishtirokchi birinchi ishtirokchi topa olmadi. Bizda ikkinchi ishtirokchi ikkinchi ishtirokchi ham topa olmadi. Bizda uchinchi ishtirokchi uchinchi ishtirokchi bizni topib qo'ydi va 120 UC ni Lapar Ma'ruf yutib qo'ydi. Ana endi esa ikkinchi shart, ya'ni 360 UC li o'yin. Bu shartda esa hamma bilgan o'sha berkimachog' o'yini bo'ladi. Kimni oxirgi bo'lib topsam 360 UC yutib oladi. Qani ko'ramiz. Birinchi ishtirokchini topdim, lekin u chiqib ketgan ekan, shuning uchun otib tashladim. Va yana birozdan so'ng esa ikkinchi ishtirokchini ham topib oldim. Va $100 zarbadan otib, keyingi ishtirokchilarni qidirgani ketdim. Va uchinchi ishtirokchini ham tepadan topib qo'ydim. Va odamlar kam qolgani uchun videoni kesmasdan olishga qaror qildim. Va mana shu yerda yotgan obunachimni ham topib oldim. Va bu obunachimni shu yerga qo'yvordik. Sen shunchaki giroskopni ko'rsatmaganding. Yana qayoqqa berkinishgan ekan. Mashitlarni ham qarab ko'rish kerak. Naryotga borib ko'rmadik. Mashit orqasida bo'lardi ko'proq. Otib ko'raylik. Va menimcha yo'q u yerda. Mana yotganini. Tremerdan joyida. Qani bu bratanga bitta $200 zarbadan mana. Endi boshqalarni qidiramiz bratanlar, davay. Va ularni ancha qidirsam ham topa olmaganim uchun ularni o'qotib chaqirmoqchi bo'ldim, lekin hech qaysi birligi chiqishmadi. Lekin birozdan so'ng esa meni videoga olyapsiz. Va tepaga qancha o'qotsam ham ikkinchi ishtirokchimiz chiqmagani uchun bu bratanimizni 360 UC yutib oldi. Va UC'ni tashlab berganimizni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Birinchisi jigar rahmat. Uchinchisi Greenboy seylar. Bu obunachilarimni esa men Telegram kanalimdan yig'ganman. Agar sizlar ham xuddi shunaqa videoda qatnashmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.